O'g'lim so'p yeysanmi? Unda pirojni yeysanmi? Yo'q. Unda salat yeysanmi? Yo'q. Ye, baqirma, ye. O bolaga baqirma, miyasidan travma olib psixikasi buziladi. Mana yerga kel, o'zim borsam o'yib qolaman bola. Yo'q, borsam urasiz. Nimaga? Kesama uradi, kimasama uradi, ochib ketdi. To'rtta uramiz kerak. Voy bolam bechorani mazasi bo'lmayapti-ku. O'zimiz sig'ib chiqib ketyapti. Ye, bo'ling tez, ko'ring, chaqirsangiz bo'lmaydimi? Boshqa ish qilolmayman, tomog'im bitib qoldi. Opa, bolalaringiz buncha tegmana o'zi. Istamamam qirg'im ketibdi aya. Uf, bor ana bitta piyozni g'archilab tishlab gripni kesardi. Mana shu sani alohida xonang. Bugundan boshlab shu yerda uxlab turasan, xo'pmi? Sizlar qayoqqa? Sanga uka olib kelgan. Uf, bitta uyda pechka bo'lgandan keyin shu-da. Bu turishda ukasini qachon olib kelamiz? Bolajonim, ingliz tiliga borasanmi yoki taekvondoga? Tanla. O'g'lim mol boqqani borasan, Xo'japoy uygani borasan, tanla. O'g'lim, sana endi balog'at yoshiga yetib qolding. Qizlar bilan ko'chada levi ishlar qilib yurmagin. Uylangin kelsa, uylantirib qo'yaman. Padaringga to'liqmi ko'zim ko'rinmadi. Dada 20 ga kirdim, men ham televizor ko'rishim kerak-ku. Ada shu saru bolani Sergeli filialida detskiy plashatkasi vashi zo'rda. Ha, bu detskiy plashatkani labirint hamkor qilib bergan. Hamma narsasi sifatli. Kimga detskiy plashatka kerak bo'ladigan bo'lsa, aynan shu labirint hamkorga murojaat qilish kerak. Chunki ularning zavodlari ham bor. Katta zavod sexlarida sifatli mahsulotlarni ishlatishadi. Endi darsdan bo'sh vaqtlaringda mana shu detskiy plashatkada o'ynaysan. Obed, mana ikkita novoscha ham olib kelib qo'ydim. Endi uydagi mollardan bo'sh vaqtingda mana shu ikkita novoschaga qaraysan. Nima?